Dadasi? Dadasi? Ha. Turing endi, soat ham 10 bo'ldi. Qancha inson barvaqt tursa, shuncha ishi barokatli bo'ladi deyshadi. Otam, qanaqa baraka? Qayerdan topasan shunaqa gaplarni? Undan ko'ra bor choy taqla. Yana choy bering Yo'q, dadasi. bo'ldi. To'ydim. Toza havoga chiqay. To'xtang dadasi. Dasturxonni boshidan omin qilmasdan turib ketmang. Odamni rizqi qilar ekan. Men uchun ham o'zing duo qilib qo'yarsan. Dadasi, Ha, nima deysan? kecha televizorda klubnika ko'rgandim-da. Xo'sh. O'shandan beri yishim keladi. Olib berasizmi? Ko'rib o'tiribsan-ku o'z ahvolimizni. Kecha ro'zg'orga oxirgi pulga un oldim. Klubnika deysan, undan ko'ra nafsing tiyishni o'rgan. Qancha inson barvaqt tursa, shuncha ishi barokatli bo'ladi deyshadi. Dasturxonni boshidan omin qilmasdan turib ketmang. Odamni rizqi qilar ekan, rizqi qilar ekan. Usto! Usto aka. Ilohim amin. Allohim kasb-korimga baraka ber, rizqimizni ziyoda qil. Amin. Allohu akbar. Labay, assalomu alaykum. Usto aka borlarmi? Katta qurilish boshlagandik, shunga o'zlari qurib beralam deb keldim. Ha, keling. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh taolo unga qiyinchiliklardan chiqadigan yo'lni to'g'rilab beradi va o'zi, ya'ni bandaning o'zi o'ylamagan tarafidan rizq beradi.